Assalomu alaykum. Kelam ola pena blo'ylar bo'ladi. O tahlil etgan qora blo'y, qoradagi ranglar, qoraliklari bu blo'ylar aka avtoklavni gaza blo'ydi. Mahalliy sharoitda chiqarilayotgan. Razmerlari o'ta udar. Bular ham pena blo'y. O'zi rangidan bilinib turadi. Bu ham oqaradi akalar. Oq chunki seriyos oq. Lekin sifati zo'r bo'ladi. Rossiyada ishlatayotgan blo'ylardan bo'ladi. Bir xil olib biriga bir chiqadi. Sifati o'ta udar. Razmerlarni qaranglar, uni tiniqligini. Ho'l holatda o'ta qattiq. Miq kirmaydi quriganda. Bular zakasga bari. Narxi 18 ming so'mdan. Toshkentdan buni 25-27 ming olib kelishyapti, donlarga urgan. Bu yangilik. Sifatiga javob har qanday buyumni ko'taradi. Televizor, konditsioner, mebel 100 kilo